Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Mana juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi bu darvozamiz. Bu darvozalarimiz kraskadan oldingi holatlarini ham bir qator video qilib kanalimizga yuklaganmiz. Obuna bo'lgan bo'lsalarni ko'rgandirsizlar. Xudo xohlasa bu darvozamiz materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, eniga 3.45, bo'yiga ham 3.45 razmerga o'rnadi. Nalichkalari bilan 4 metrga 3.90 razmerga o'rnadi bu. 1 kvadrat metrini 1,5 million so'mdan o'rnatildi. 2 qavatli, oldi orqa bir xil variantda bo'ldi. Orqa holatiga o'sha maloshnoy kraska sepildi. Darvozaxonasi hali yorug' bo'ladi deb maloshnoy sepib berasiz dedi. Mana bu oldiga mebelniy kraskadan sepildi. Darvozamiz stoykalariga kelsak, stoykalari kurgovoy 12 ga 5 shviller bo'ldi. Profillari qirg'oqdagi profil 8 ga 4 ikkilik stenada bo'ldi. Ichidagi profillari 6 ga 4 1.7 stenada bo'ldi. Listlari ikkilik listda. O'sha 2 qavatli variantda bo'ldi. Mana zamoglar. Davom o'rnatilgan zubur zamok orqa holatlarini ko'rsatsak. Orqa holatlari, orqalari ham oldi bilan bir xil tekis maloshnoy kraska sepib bering degandi. Mana kimgadir orqasini ham mebelniy bo'lsin desa, unday variantlarni ham qo'llaveradi. Bir qavatli bo'lsa, sal arzonroq tushadi desa, bir qavatli variantda ham qilib berilaveradi. Oldi ko'rinish xuddi shu ko'rinishda, orqasi tekis holatda bo'ladi. Qilib berilaveradi. Bu darvozamizda nalichkasi ham bor, nalichkasi. Kichkina kalitkasi mana chekkaga o'rnatildi. Kichkina kalitkasi yonida отдельный bo'lib. Kichkina kalitkasi va tepasidagi nejvinkasi bilan oynaklari endi qo'yamiz, xudo xohlasa. Kichkina kalitkasi eniga 2 metr, bo'yiga 3.45 razmerga o'rnadi. Bu bo'yiga 3.90, eniga 3.60 razmer bo'ldi. Nalichkalari bilan, qirg'oqdagi nalichkalari bilan. Mana bunimiz ham xuddi nari katta darvoza bilan bir xil bo'lib 2 qavatli holatda bo'ldi. Oldi orqa bir xil bunda. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lsalaring keyingi qo'ygan darvozalarimizda ham xudo xohlasa kraskadan oldingi, kraskadan keyin o'rnatish jarayonlarini qo'yib boramiz. Bemalol kuzatib borishlaring mumkin. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.